Xitoy bu yil iyul oyidan boshlab Sharq Turkistonda Xitoy virus yuqumining qayta boshlanganligini e'lon qilish bilan bir vaqtda Sharq Turkistonda yuqumni nolga tushirish tadbirini favqulodda kuchaytirgan. Bu tadbirlarga moslashish uchun Uyg'urlarning erkinligidan ayrilishga, och qilishga, barliq mol besati, terilg'u husullaridan voz kechishga, iqtisodiy jihatdan vayron bo'lishga majbur bo'lganligi ijtimoiy taratqularda inkos qilingan. İşikler sırtdan qulplangan ahalilar davomli holda uy besib yuqumlangandan boshqa vaqtida davolanmaslik, och qilish qatorliq sabablardan o'lib ketayotganligiga doir ichinishli uchurlarmi dalillanib kelmoqda. Xalq ommasini o'z uylariga qamash, ayirib kuzatish markazlari, karantin nuqtalariga apirib ta'qib qilish davom qilayotgan bu uzun mezgillik Xitoy virus yuqum kontrol mezgilida Sharq Turkistonning qish fasliga kirish bilan bu xil unumsiz, oshqun tadbirlarning amdilikda Uyg'urlarning sovuqdan har xil kasallikka giribdor bo'lish, hatto o'lish xavfini oshirayotganligimi faraz qilinmoqda. TikTok'dagi videolarda va boshqa ijtimoiy taratqularda Xitoyning yolg'iz G'ulja, Urumchida emas Korla, Sanji va boshqa joylarda vaqtli karantin doktorxonasi, ayirib kuzatish nuqtalari qurib kengaytayotganligi, karantin o'rinlariga avtobuslar to'shilayotgan kishilar orasida kichik bolalardan tortib yashanganlargacha har xil yoshdagi insonlarning borligi ifodalangan. Vaziyatdan xabardor kishilarning inkos qilishicha, G'uljida ochliqdan o'lim voqealari yuz bergan yaqinqi oylarda Xitoy doiralari maxsus xodim ajratib jasadlarni to'plagan. Aholilarning meyitni yuyib tarab, o'rib odat va diniy yo'sinlar bo'yicha dafn qilishga ruxsat bermagan. G'uljidagi dadisi ochliqdan tugab ketgan bir muhojirning inkos qilishicha, uning dadisi tugab ketgan kuni aloqador xodimlar eshik oldida paydo bo'lib, jasadni ilib ketadiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoylar jasadni ilib mengishning oldi-keyinda oilalarga bu jasadlarni qandoq bir taraf qildiganligi yoki nima ish qildiganligi haqida ma'lumot bermagan. 31 oktyabr kuni kishilik huquqni qo'g'dash turi Xitoyda tutib turilayotgan siyosiy mahbuslar va vijdon mahbuslar to'g'risidagi oylik dokladni e'lon qildi. Dokladda haqiqiy ism bilan statistikasiga asosan o'lim jazosi tasdiqlangan, kechiktirilgan o'lim jazosi, muddatsiz qamoq jazosi, hukm aniq bo'lmagan va jinoyat bekitilmay tutib turilayotgan Uyg'ur, Qozoq, Tungan, Tibet, Mo'g'ul va boshqa millatlardan jami 1442 siyosiy mahbus va vijdon mahbus borligini e'lon qilgan. Dokladda Xitoy Kommunistik partiyasining 20-qitimliq mamlakatlik qurultiyi mezgilda har qaysi joylarning muqimligini saqlash vaziyati keskin bo'lsa-mo, yana xalqning Xi Jinpingning zolim hukmronligiga bo'lgan o'chmanligini va qarshiligini to'xtatolmagan. Beijing Situng ko'rikiga Pingzayju hokimiyatga qarshi tamoq kerak, erkinlik kerak, saylam kerak, dars tashlab, ish tashlab diktator davlat o'g'risi Xi Jinpingni ag'dirib tashlash kerak degan jumlalar yozilgan lozungini chiqarib, noroziligini bildirgan. Shuning bilan Xitoy hokimiyati Pingzayjuni qo'llagan nurg'un demokratik huquq qo'g'duvchilarini qo'lga olgan. Xalqqa nomussizlarcha ochiq-oshkora tahdid solgan. Kishilik huquq turi ta'kidlab, bir davlatdagi siyosiy mahbuslar va vijdon mahbuslarining ahvoli uning kishilik huquq ko'rsatkichining bir turi ekanligini, dokladda qarorlik statistika qilish va eng yangi uchurlarning e'lon qilinishi orqali Xitoyning navbatdagi kishilik huquq ahvoli, vijdon mahbuslari va siyosiy mahbuslarning ichinishli ahvollarini oshkorlaydiganligini, xalqaro jamiyatini Xitoyning tutib turayotgan siyosiy mahbus va vijdon mahbuslari uchun tadbir qo'llanib, ularning qo'yib berilgan qadar izchil diqqat va murojaat qilishini bildirgan. Kanada va Amerika boshchiligidagi BDTga a'zo 50 davlat 31 oktyabr kuni BDT umumiy kengashi 3-komiteti, ya'ni ijtimoiy, insonparvarlik va madaniyat komitetining yig'inida Uyg'urlar to'g'riliq o'rtaq bayonot e'lon qilib, sobiq BDT kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonni muzokara qilishini qo'llaydiganligini bildirgan. Shundaqla Xitoyning atalmish Xinjiang dokladidagi tavsiyalarga amal qilishga chaqirgan. Bu davlatlar buning orqali Uyg'ur masalasini kishilik huquq kengashida muzokara qilish taklif loyihasi 16 oktyabr Xitoyni qo'llaydigan davlatlar tomonidan rad qilingandan keyinmi o'zlarining Uyg'urlar vaziyatiga bo'lgan andishalarining davomlashayotganligini ifodalagan. 31 oktyabr kuni 77-navbatlik BDT umumiy kengashi 3-komitetining 39-qitimliq yig'inida Kanadaning BDT'da turishliq bosh elchisi Robert Re Amerika, Angliya, Turkiya, Daniya, Albaniya, Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Yaponiya, Beliz, Bulgariya, Chexiya va Somali qatorliq 50 davlat imzo qo'yganligini bildirib, ularga vakolatan so'z qilib o'rtaq bayonotni o'qib o'tdi. Robert Re 3-komitetining yig'inda e'lon qilgan bayonotida kishilik huquq oliy komissari ishxonasining dokladidagi baholashning ig'irlik darajasini ko'zda tutib, Xitoyning bu dokladni muzokara qilishni izchil rad qilishidan andish qilayotganligini, Xitoy komitetini xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga va kishilik huquq oliy komissari ishxonasining dokladidagi tavsiyalarini to'liq ijro qilishga chaqirganligini,
Sharq Turkistondagi erkinlikdan xohlagancha mahrum qilingan barliq kishilarni qo'yib berishni, yo'qolib ketgan oila a'zolarining oqibati va izlarini jiddiy oydinlashtirishni, bexatar aloqalashish va oilasi bilan jam bo'lishga qulaylik yaratishini ta'kidlab, kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarning bu masalani eng tez vaqtda qayta muzokara qilishi va BDTning tekshirish mexanizmini qurib, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligidagi javobgarligini surishtirishning yo'llarini o'ylashini talab qilgan. 50 davlatning bayonoti darhol kishilik huquqni kuzatish tashkilotining qarshi elishiga erishgan. Yaqinda Sharq Turkistonning Cho'chak shahri Manas nohiyasidagi qozoq chorvachilari bir azobli sin ko'rinishini tarqitib, Xitoy doiralarining beqilg'u chorvalarga Xitoy virusini ayirish nol siyosatini qo'llanayotganligini bildirgan. Sin ko'rinishda necha 10 mingdan to'ga, ot, kala va qo'ylarni majburiy o't-cho'p yo'q, tar joylarga yo'tkigan. Hamda chorva egillarini majburiy karantinaga ilib, mallar egisiz qolgan ekan. 30-oktyabr kuni chet eldagi qozoq kishilik huquq tashkilotining qurg'uvchisi Serikjon Twitterda Xitoy doirlar ming'an qozoq xalqini majburiy nahiya markazidagi karantin o'rinlariga solab, chorvalarni cho'l va tog' etikiga yig'ilishga majburlaganligini, yem-xishak to'shishiga yo'l qo'ymaganligini, hatto chorvalarni cho'ng o'tloq yo'tkashga yo'l qo'ymaganligini, buning bilan nurg'un chorvalarning ochlikdan, ussizlikdan, bo'rilar tarafidan va qiyodan yiqilib tushib o'layotganligini, asli keltirguli bo'lmaydigan iqtisodiy ziyon keltirib chiqarganligini degan. Erkin Asiya radiosi Cho'chak shahri yuqumning oldini olish markaziga telefon qilib, buning rostligini dalillagan ekan. Yana bir sin ko'rinishda Sharq Turkistonning ma'lum bir yerda Xitoy virus yuqumining oldini olish uchun chorvalarga alohida tikilgan maska taqib qo'ygan ekan. Xitoyning razil qabih Xitoy virusi harakatchan tozalash siyosati haddidan ziyod yuqumning oldini olish tadbirlari allaqachon insonlardan hayvonlargacha, hatto har xil buyumlargacha kengaygan. Xitoy Kommunistik partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultayining oxirlashishi bilan ta'minlash va setish hamkorlik kooperativlarini qayta aminlashtirish temasi diqqat va munozir qo'zg'amoqda. Shundaqla Xitoyning planlangan iqtisod davrining koni qaqashlari tashqi dunyoni Xitoyning keyingi qadamidan andishiga solgan. Ba'zi kishilar bu Xi Jinpingning Mao davridagi planlangan iqtisodning kon yo'li qaytadiganligini, Tayvanga qarshi urushga tayyorlik qilishning ehtiyoji ekanligini, huquqni qo'g'dash va dehqonlarni kontrol qilish deb ko'rsatgan. 24-oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi Davlat Majlisining to'r bekiti Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti va uningga bevosita qarashli organlarning 2023-yildagi ma'murlarni qabul qilish uqtirishini e'lon qilgan. Xitoy ta'minlash va setish hamkorlik kooperativining organ to'r betining xabariga qaraganda 2020-yilning oxiriga qadar butun sistemada nahiya darajalik yoki uningdan yuqori 2789 ta'minlash va setish hamkorlik kooperativi va 49 ming xizmatchisi borligini bildirgan. Xitoyda ta'minlash va setish hamkorlik kooperativi planlangan iqtisodning mahsuli bo'lib, planliq iqtisod davrini boshdan kechirgan kishilarga nisbatan ta'minlash va setish hamkorlik kooperativlari bir ofatning boshlanganligini bildirdi ekan. Ukraina hukumati 50 g'arb davlatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyga Uyg'urlar haqidagi siyosatni o'zgartirish taklif sunish harakatiga qatnashadiganligini bildirgan. Buning bilan ularning Xitoy haqidagi ehtiyotchan mavqisida tublik o'zgarishning bo'lganligi muqimlashgan. Xabarda aytilishicha, Kanadaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Bob Ray boshlamchilik bilan tayyorlab chiqqan bayonotda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Sharq Turkiston haqidagi dokladda aytilgan ahvollarga bo'lgan andishalar tafsili bayon qilingan bo'lib, buningga 50 davlat imzo qo'ygan edi. Ammo mazkur dokladni munozir qilish haqidagi ovoz berishda Ukraina hukumati betaraf turish mavqesini tanlagan hamda ovoz berish natijasi Xitoyga foydali shaklda oxirlashgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin Xitoy hukumati vositalik holda Rossiyani siyosiy va iqtisodiy jihatlardan qo'llab kelayotganligi, Ukrainaning Xitoy bilan bo'lgan g'oyat zo'r iqtisodiy muomalasi tufaylidan ular o'z dushmanining eng sodiq ittifoqdoshi bo'lgan Xitoy bilan bo'lgan aloqada izchil ehtiyotchanlik mavqesida turib kelganligini, ularning bu qitimqi harakati har qaysi sohaning olqishiga erishganligini, Xitoy hukumati tezdan buningga inkos qaytarib, bu amaliyotda g'arbdagi dushman kuchlarning bizga tuhmat chaplash urinishidan boshqa narsa emas deb tuhmat qilishlari, har qaysi davlatlarni o'zlarining ichki ishlariga aralashmaslikka da'vat qilganligini bildirgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga mas'ul direktori Louis Charbon buni tanqidlab, Xitoy hukumati yillardan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarga tahdid silish orqali ularni qo'rqitib kelgan. Navbatdagi bu yuzlanish Xitoyning bu xil razil, chekidan oshgan usullarining vaqti o'tganligini ko'rsatib bermoqda degan.
Xitoy birlashma xabarlashish shirkati, Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati va telegraf shirkatidan iborat 3 chong davlat korxonasi ayrim holda Tingshun korxonasi, Jindong guruhi va Alibaba guruhi bilan hamkorlik kelishimi imzolab, birlashma korxona qurgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultayidan keyin davlat igidorchiligidagi va xususiy egilikdagi birlashma korxona plani kengaymoqda ekan. Kelar yili texmi ko'p cho'ng tipdagi xususiy korxonalar birlikda tijorat qiladi ekan. Davlat egiligidagi 3 cho'ng telegraf shirkati bilan xususiy korxonalar o'rtasidagi strategiyalik hamkorlik Xitoy Kompartiyasining iqtisodga hukmronlik qiladigan davrining yetib kelganligini, 20-navbatlik mamlakatlik qurultayining doklatiga mos keladigan iqtisodni kontrol qiladigan davrning yetib kelganligini ko'rsatib bermoqda.